Ho'p, assalomu alaykum Rustam aka, yana bir bor. Ah, konsultatsiyamizni bo'lmasa boshlaymiz. Ismim Jumabek. Man ana o'sha o'zimni AI strategiya larini ko'rsatib beradigan, yo'nalishlarini tayyorlab beradigan mutaxassis sifatida tanitaman. Va Humblebee'da biz ana o'sha 70 shunaqa mutaxassis tayyorlaganmiz. Ya'ni AIni qanaqa qilib bizneslarga tatbiq qilish, umuman startaplar, davlat tashkilotlari yoki oddiy boshqa bizneslar, ya'ni ITga doir bo'lmasa ham biz qanaqa qilib AI bilan u bizneslarni mana shu nima deydi, raqobatdoshlardan oldinga olib chiqish AI orqali. Ho'p, Rustam aka, o'zingizni ozgina tanishtirib yuborsangiz boshlayveradi. Assalomu alaykum, Jumanbek, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Avvalambor rahmat kattakon bu uchrashuvga taklif qilganingiz uchun juda ham xursand bo'ldim. Kuni kecha o'zi podkastingizni eshitib o'tirgan edim. Havas qilib shunaqa katta komanda yig'gan ekansiz va ko'plab hozir proyektlarga asos solinayotgan ekan. Mana 2-3 kun o'tmay o'zim siz bilan hozir gaplashib o'tiribman. Bunga juda ham nima deydi, xursand bo'ldim. Ismim Rustam Abdurahmonov, familiyam. Biz hozir proyektimiz klinikalar uchun shu AI, ya'ni nima deydi, искусственный intellekt da quvvatlangan onlayn tibbiy platforma ustida ishlayapmiz. Hozir platforma shifokorlarga asosan klinika, ya'ni xususiy klinikalarga mo'ljallangan. Ya'ni onlayn yozilish mumkin. Bu tizim orqali kassa, ya'ni billing xizmatlari bor va AI yordamida tibbiy matn va retseptlarni generatsiya qilish bo'yicha ham mana shu tizimdan foydalanish mumkin va eng asosiy yana qismlardan biri shu Telegram AI bot orqali 24/7 shu muloqot qilib auto booking ham qilish mumkin mana shu tizim orqali. Telegram orqali, Telegramda Tizim orqali. oddiy botmi u, ya'ni yoki telefonda gaplashib turib qilinadimi? Bu qismda hozir biz tekst orqali qilishni yo'lga qo'ydik. Ya'ni hozir bilasiz, klinikalarga o'zi ozgincha qayerdan keldi bu fikr deb agar oladigan bo'lsak, mani o'zi mutaxassisligim ekonomika yo'nalishida o'qiganman Kanadada. Lekin mana shu sohaga kirib kelishimda man meditsina sohasida ham ishlaganman, ham ekonomika, meditsina sohasida ishlaganman va IT sohasini ham o'qib, mana shu IT va uchala sohani birlashtirgan, ya'ni ko'proq meditsina va IT sohasini birlashtirib, mana shu o'sha yerdagi problemalarni ko'rib, meditsina sohasidagi nima qilishi mumkin IT orqali degan shu savollarga javob berib, mana shu platformani o'zi yaratganmiz. Endi savolingizga keladigan bo'lsak, bu mana shu sohada yurib, meditsina sohasida yurib, ko'p patsientlar doktorlarga yozilishda muammolarga duch kelishadi. Ya'ni bilamiz, bir xil doktorlarning juda ham ko'p patsientlari bo'ladi. Mana shu patsientlarga mana shu Patsientlar, ya'ni kasallar, to'g'rimi? Ya'ni kasallar, mijozlar bir vaqtni o'ziga ko'p kelib qolishi mumkin. Mana masalan, o'chirib ertalab soat 8da o'chirib juda ham katta bo'lib ketadi. Bu
nima deydi, mijozlarni nima deydi, salbiy oqibatlarga ham Boshlaydi. bir xillarda olib keladi. Doktorlarga ham Jahllari qiyin bo'lib chiqishi qoladi. mumkin. Shu narsalarni biz ko'rdikda, mana shu Mm. yechimni ustida ishladik. Ya'ni mijozlar onlayn o'zlari Joy. klinikani saytiga kirib yoki ularni hozir ko'p klinikalarda Telegram kanallari bor. Mm. Mana shu kanallarga agar murojaat qiladigan bo'lsa, bizni AI botimiz ularga avtomatik javob beradi. Mm. Avtomatik javob berib, yana o'ziga, ya'ni kanalda javob bermaydi, hamma ko'rinadigan qilib. Ko'p Mm. klinikalarda ko'rdik, umumiy kanalga yozib ketishar ekan. Bu juda ham xato deb o'ylayman, chunki To'g'ri. bir necha yuzta odam ko'rishi mumkin ularni Ma'lumot muloqotini. xavfsizligi. Mm. Ma'lumot xavfsizligi chiqib ketar ekan. Shuni biz oldini oldik. Ya'ni birinchi savol berishi bilan uni alohida chatga, private chatga olib o'tadida va botimiz savol berishni boshlaydi. Qaysi nima deydi, doktorga yozilmoqchisiz, qaysi vaqtga yozilmoqchisiz, Mm. va yana shunaqa savollar bo'lishi mumkin. Agar mijoz o'zini qaysi doktorga yozilmoqchi, qaysi doktorga bilmasligi ham mumkin muammosi nimadaligini. Lekin mijoz o'zini muammosini yozadigan bo'lsa, masalan, boshim og'ridi kecha, masalan, isitmam chiqdi deydigan bo'lsa, savol javob asosida qaysi doktor unga to'g'ri kelishligini AI aniqlaydi va ana shu klinikadagi to'g'ri keladigan vrachni unga tavsiya etadi Mm. va Rekomendatsiya bor. rekomendatsiya qiladi. Va Mm. shu bilan birgalikda mana shu doktor qaysi kuni bo'sh bo'ladi, demak bizni backend API orqali ulanib, Mm. mana shu doktorni vaqtini, kunini aniqlaydi Mm. va rekomendatsiya berib, mana shu patsient уже booking qila oladi vaqtlarini ko'rib. Mm. Bu juda ham qulay deb o'ylayman, chunki bu Mm. yerda patsient o'ziga kerakli bo'lgan doktorni topdi va mana shu doktorga yozildi, ko'ngli to'q bo'ladi. Mana shu kuni vaqtda keladigan bo'lsa, Mm. очередьsiz kirib ketishi mumkin bo'ladi. Ha. Va eng asosiy yordam bu yerda yana nima bo'lyapti? 24/7 muloqotda bo'la oladi. Mm. Biz bilamiz, klinika soat 4 gacha masalan registratsiyadagi xodimlar o'tirishi mumkin, lekin 4 dan keyin ular uyga ketishadi. Mm. Va biz shuni o'rganib chiqdikki, muammo ko'pincha kechki payt bo'lar ekan patsientlarda. Ha. Muammo qo'zg'aladi, kasalligi masalan xuruji tutishi mumkin. O'sha paytda botimiz juda ham yordam beryapti. Mana shu savollarga tez javob berib, yo'nalishni berib, tez booking qilib qo'yadi. Ha, tushundim. Demak, asosiy nima deydi, muammo ana o'sha kasalxonalarga joy olib berish va u joy olib berishda siz aytgandek odamlar ishlamaydi 4dan keyin. Kechasi bo'lsa ham AI bot ishlab turib ularni joy olib qo'yadi ertangilikka. Va AI bot yana biladi doktorlarni nima deydi, kun tartibini, qachon joyi bor, shunga qarab turib oladi. Shunaqa. Asosiy feature shu ekan. Yana qo'shimcha feature bormi? Yo, eng muhim shumi hozir? AIga asoslanganmi yoki bookingga asoslangan featurelarni aytyapsizmi? Ha, umuman men odatda o'sha biznesdagi protsessni aytsangiz, qayerda AI qo'shsa bo'ladi aytib bera olaman. Masalan, hozirgi holatda unda shunga bitta gap aytayin, nima deydi, yechim. Siz hozir ishlatyapsizmi yo'qmi bilmadim. Lekin bizda o'sha AI sohasida constraint satisfaction problem degan narsa bor. U nima desa, asosan ikkita joyda ishlatilgan. Birinchisi ana o'sha aeroportlarda, ya'ni samolyot qo'nadigan joy kam-ku,
ya'ni maksimal foydalanish kerak. Bo'sh ham qolmaslik kerak, bir vaqt o'zida ikkita samolyot kelib ham qolmaslik kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, universitetlardagi sinfxonada va o'qituvchilarni o'sha hamma sinflarni xonalarga nima deydi, bog'laganda bo'sh xona ham qolmasligi kerak yoki bir vaqt o'zida ikkita o'qituvchi kelib ham qolmasligi kerak. Va masalan, ikkita o'qituvchi kelib qolmasin desangiz oson, lekin unda bo'sh xona qolib ketsa-chi, to'g'rimi? Ya'ni to'liq foydalanmayapsizda nima deydi, resurslardan. Demak, siz o'sha resurslarni agar shu constraint satisfaction problem, oddiy yechim, u algoritmlari bor. Shu bilan qilsangiz, demak, haligi doktorlar masalan siz aytgandek 8dan 11gacha rosa band bo'lib ketardi, obeddan keyin bo'sh bo'lib qoladi. Yoki dushanba juma rosa band bo'lib ketardi, qolgan kunlari bo'sh bo'lib qoladi. Demak, o'sha constraint satisfaction problemni shundoq tatbiq qilib qo'yish bilan shu algoritmni siz doktorlarga ham nima deydi, vaqtidan unumli foydalanish qilib berishingiz mumkin ekanda, nafaqat mijozlarga qulaylik yaratish emas, balki doktorlarga ham bandvis o'zini o'sha nima deydi, vaqtidan zo'r foydalanish. Demak, siz taklif qilayotgan bu komponentda bu kalendar bilan va vaqti bilan bog'liq ekan vrachlarni. Biz to'g'risi bu qismda yana ham takomillashtirish mumkin deb o'ylayman. Siz juda ham yaxshi maslahat berdingiz. Bizda kalendar qismimiz bor. O'sha booking qilganda kalendar qismiga yoziladi vrachlarni. Vrachlar ko'rishi mumkin qaysi kuni masalan patsient keldi, masalan bir hafta, bir oy oldin yozilgan patsientlarni ham ko'rish mumkin. Muammo shunda bo'lishi mumkin. Bizda hozir patsientlar yozilyapti-da, masalan soat 9dan aytaylik 11gacha yozilgan. Masalan keyingi yoziladigan patsientimiz aytaylik 10:30ga, 11:30ga yozildi deylik. Endi bir xil patsientlar bor, ularni vrachimiz 20 minut ko'rishi mumkin, bir xillarni yarim soat ko'rishi mumkin kasalligiga qarab. Lekin bu yerda vaqtlar siljishi, o'sha keyingi patsientga qaysi vaqt, qancha vaqt qoladi, bu narsalarni kalendar flexible o'ynamaydi, bizda fix bo'lib turadi. Shu muammolarga hozir duch kelyapmiz, chunki keyingi keladigan patsientga aniq o'sha vaqtda kelishini azincha kutib qolishi mumkin-da, hozir yarim soat kutib qolishi mumkin. Yoki tez agar patsientlar ko'rib chiqilib ketiladigan bo'lsa, vrachimizda bo'sh vaqti bo'lib qolishi mumkin. Mana shu qismda demak birga ishlasak bo'lar ekan. Va yana bitta qo'shimcha, agar hozir o'sha ma'lumotlarni yig'ishga harakat qilsangiz, ya'ni yoshini yig'asizmi, jinsini yig'asizmi, kasallik turini yig'asizmi, yoki ana o'sha kasallik tarixini yig'asizmi, ma'lumotlar bo'lsa, keyinchalik taxmin qilsa bo'ladi. Ya'ni bu mijoz 10 minutda tugaydi, bu mijoz 15 minutda, bu masalan, hattoki o'sha bitta mijozda hamma mijoz har xil-ku, ba'zi mijozlar qattiq ko'p gapiradi-da. Doktor bo'lsa, o'sha keyingi safar bilasiz o'shani. Ya'ni tarixida, yani bu odatda ko'p vaqt oladi deysizda, siz unaqa qilib shunga moslab olsangiz bo'ladi. Juda ham yaxshi. Keyingisi balki bu emas, boshqa narsa, boshqa feature aytaman desangiz, uni ham gaplashaveramiz. Men aytganim o'sha voice AI. Menimcha sizda o'sha Telegram kattalar juda ishlatisha olmasa kerak. Toshkentda-ku uncha muammo bo'lmasa kerak. Namanganda masalan yosh kattalarimiz hali ham telefon taksi chaqirishadi-da, Yandexga moslashmagan. Telefon funksiyasida u yog'i. Ya'ni ana o'sha hozir sizda AI LLM ishlayotgan bo'lsa, uni ustiga ana o'sha ovozli AI qo'shib qo'yish kerak ekanda, demak. Ha. Men aynan o'zi shu haqida savolim ham bor edi. Sizlardagi shu yechimni ko'rib ham xursand bo'ldim. Hozir demak sizlarda kumush
AI degan Feature. bir feature bor ekan. Mm, Man aynan mana shu featurega judayam qiziqdim. mm, Chunki haqiqatdan bizda yoshi kattalar baribir telefon va mm, klassический o'zimizni metodimiz telefon qiladi va gaplashadi. mm, Uh, Bu qism hali bizda qo'yilmagan. mm, Lekin agar buni ham agar qo'yadigan bo'lsak, bu judayam katta yutuq deb o'ylayman va 24/7 bot agar javob beradigan bo'lsa, shu klinikadagi mm, ma'lumotlarni bazasini demak biladi, vrachlar qachon ishlaydi, qachon qaysi servislar klinikada bor, mm, qaysilari yo'q, qaysi vrach masalan dushanba kuni yoki seshanba kuni ishlaydi. mm, Mana shunaqangi agar informatsiya bizada bazada bor va mana shu bazadagi informatsiyalardan kelib chiqib mm, patsientlarga 24/7 xuddi odamga o'xshab gaplashadigan bo'lsa, bu judayam mm, qulay deb o'ylayman. mm, Va mana shu bizni yana mana shu testoviy variantdan уже o'tib bo'lgandan keyin hozir bir klinikada testoviy variantdan o'tyapmiz mm, jarayondan va boshqa klinikalarga ham buni tavsiya qiladigan bo'lsak, mm. bu o'ylayman judayam ma'qul bo'ladi ularga. Chunki bu bitta xodim deganida 24/7 ishlaydigan xodim olish deganida ularga. Va kamroq xato qiladi bu odamlardan ko'ra. Va kamroq xato qiladi va javoblari aniq bo'ladi. Mm, Va 24/7 savolga javob berib turib, yana patsientni o'chiritga yozib qo'yadi vaqtini. Bu patsientlar uchun yaxshi va klinikani o'sha patsientlarni jalb qilish, demak soniga ham ta'sir qiladi deb o'ylayman. mm, mm. Ha, Mana shunaqa. shu kumush haqida bir yana ozgincha gapirib bersangiz, qanchalik bu narsalarni hozir Ha, qo'yish mumkin? mhm. Biz ana o'sha kumush AI'yi bir ikkita joyda ishlatganmiz. Hozir ikkita joyda ishlatganimizni aytib berayin. Birinchisi ana o'sha mm, biz Humblebee'da nima ish qilamiz o'zi? Biz ana o'sha AI R&D'ni, ya'ni o'sha tadqiqotlarni o'tkazamizda, o'zimizda o'sha laboratoriya bor, R&D department deymiz. Ana o'sha R&D departmentda yigitlarimiz ya'ni nima deydi, izlanishadi AI algoritmida. Biz mana o'sha ya'ni bozordagi yechimlarni o'zimiz tadqiqot olib borib xomakisini tayyorlab qo'yamiz. Keyin buni moslab beramizda bizneslarga. Lekin buni farqi nima boshqalardan desangiz, boshqalar sizga asosan anaqani sotishga harakat qilishadi. Subscription. Ya'ni bizni API ishlatasiz, bizda turadi hamma datalar, siz buni ishlatasiz deb turib. Biz lekin Humblebee'da aytganmiz, AI birinchidan demokrat bo'lishi kerak, ikkinchidan texnologiya odamlar uchun bo'lishi kerak. Ya'ni profit uchun emas. Tech for people, not for profit. Ya'ni nima degani bu desa, biz imkon qadar harakat qilamiz yechimlarni ana o'sha kompaniyalarga yoki tashkilotlarni o'ziga berishga. Ya'ni ularni bizga bog'liq qilib qo'yishdan ko'ra, ularga moslab berishga. Kumush AI shunaqa qilganmiz. Masalan, ana o'sha Silicon Valley'dagi bitta taksi kompaniya bor ekan. Ular endi qimmat taksilar, aeroportdan tushganda telefon qilar ekan, mani shu vaqtda kutib olinglar shu yerdan derkanda. Biz qilgan narsa nima desangiz, biz ana o'sha mijozni bazasiga bog'lab berganmiz bu yechimni, Kumush AI'yi. U bazadan keyin ular bazadan narxlarni oladi. Birinchi mijozdan so'raydi, limuzin xohlaysizmi, SUV xohlaysizmi, sedan xohlaysizmi deydi. Tanlaydida, keyin manzilni oladi. U manzilni ham orasidagi masofani, kilometrini hisoblab chiqib turib, narx hisoblaydi. Mijoz bizga formula bergan, mana shu formula bilan narx hisoblaydi degan. Keyin narxini aytamiz, o'sha telefon qilgan bu taksiga zakaz qilmoqchi bo'lgan odamga. Keyin u tanlaydi. Bo'ldi, menga masalan sedan desa, keyin bu haligi data bazaga tushadi. Data bazadan
API qilib chiqarib qo'yilganda, ya'ni saqlasa Mhm. bo'ladigan qilib, bunaqani joy olib qo'ysa bo'ladigan qilib bo'ldi. Mhm. Shu bilan pul Mhm. yechish anaqasini qo'ymagandik hali, lekin uni ham hozir o'sha Stripe bilan ishlashyapti yigitlar. Va O'zbekistonda, agar siz O'zbekistonda qilayotgan bo'lsangiz, paymelar bilan ishlash qiyin bo'lmasa kerak. Yo hali pul feature qo'shmadinglarmi, pul yechib olish feature? Hali pul feature qo'shganimiz yo'q, lekin buni ustida ishlayapmiz. O'zbekistonda nisbatan oson bo'ladi. O'sha qulay qilishgan ancha. Yangi nima deydi, Koreyada bu narsa qiyin, Janubiy Koreyada, chunki eski tizimlarda anchadan beri ishlab yurgan. Bizda O'zbekistonda ancha oson. Bu sezildi ancha, payment sistemlar ancha yaxshi, tez ishlayapti, raqobat ham kuchli ekan, shunga xudo xohlasa muammo bo'lmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchi anaqamiz, misolimiz o'zimizda. Masalan, Humblebee'da ko'pchilik so'rashadi, qanaqa kirsam bo'ladi, nima qilsam bo'ladi deyishganda, o'sha qo'yib qo'yganmiz, telefon qilib gaplashadi. O'sha AI o'zi tushuntirib beradi. Ya'ni Humblebee Academy bu deb turib. O'zbek Tushundim. tilida ozgina o'sha qiyinchiliklari bor, lekin biz o'sha moslayapmiz hozir o'zbek tiliga yaxshilab. Aha. Yana bir savolim, mana telefon raqam bo'yicha, bu Hmm. telefon raqamda O'zbekistonni demak raqamiga telefon qilishadi. Klinikani raqamidan tashqari, mani tushunishim bo'yicha virtual number olinadi deb o'yladim. Mana shu virtual number O'zbekistonni demak kodi bilan chiqiladi va mana shu AI javob beradi deb o'yladim. Hmm. Bu yerda masalan, agar biz bir nechta klinikalarga taklif qiladigan bo'lsak, bir nechta klinikalarga virtual number olinadi, Hmm. va mana shu nomer AI ga ulanadi deb Hmm. o'zimcha o'yladim. Shuni ozgincha yana aytib berasizmi shu Ha, qismini? o'sha raqamlarda bizda hozircha Amerikani raqami Twilio degan servis Mhm. ishlatganmiz. Aha. Lekin bunaqa servislar ko'p. O'sha Twilioni o'zidan ham yoki boshqa joylardan ham, bilmadim O'zbekistonga bormi yo'qmi, raqam olsa bo'ladi. Hozircha lekin bizni raqamda biz kerak bo'lsa raqamni ham olib tashlab turib, ana o'sha internet orqali to'g'ridan to'g'ri internetdan foydalanib telefon qiladigan qilmoqchimiz. Chunki Mhm. Telegramda masalan ishlatishyapti-yu. Telegramda shuna telefon qilib gaplashsa bo'ladigan. Ha, ha, Endi ha. raqam masalasi ham hal bo'ladi. Telegrami bo'lsa bo'ldi. Bunaqalar. Chunki unga Aha. alohida pul to'lash kerakda. O'sha Twilio servis ko'rsatyapti-yu. Iloji bo'lsa chiqarib olishimiz kerak o'sha bunaqalarni o'rtadagi. Hmm. Ya'ni o'zimizga nima deydi? O'zimizga olish kerakda hamma narsani. Tushundim, tushundim. Mana biz yana shunaqa keyingi etapimizda Hmm. servis senterga o'xshagan bir call center Hmm. ochmoqchimiz. Va bu maqsad mana shu klinikalarga tezroq, yanada ham tezroq очередьga turish, Hmm. demak booking qilish. Bu faqat bitta klinika uchun emas, demak Hmm. bir nechta klinikalar uchun xizmat ko'rsatsa bo'ladi. Hmm. Demak, va AI orqali yana shunaqa bot ustida yarmiga kelib qoldik. Hmm. Deylik, manga hozir bir doktor kerak, Hmm. lekin man regionimni ichida qaysi klinika borligini man bilmayman. Hmm. Va o'sha AI ga bog'lanib, regionimni agar aytadigan bo'lsam, mana shu menga yaqinroq bo'lgan klinikalarni yoki doktorlarni Hmm. aytishi mumkin. Yoki muammoyimni agar aytadigan bo'lsam, Hmm. muammoyimga qarab turib, menga yaqin bo'lgan klinikalarni ham tavsiya qilish Hmm. qilsa yaxshi bo'lardi. Bu ham men o'ylayman, Hmm. odamlarga ancha qulaylik bo'lardi bu narsa. Shu Yandexga o'xshab bunaqa atrofingizdan, ya'ni AI qo'shib boraverasizda. AI shunaqa narsada. Qo'shganingiz sari mana bu kompetitorlardan oldinda ketaverasiz. Hmm. Humblebee'da tanlab olgan yo'l ham shu. Ya'ni biz o'zimiz servis ko'rsatib mijozlar bilan ishlagandan ko'ra, biz R&D qilib Mhm. bozordagi eng zo'r anaqani, nima deydi, cutting edge, state of the art bo'lgan AI yechimlar bizda bo'lsin-da, biz mana Mhm. startaplarga, mijozlarga shu tomonda hamkorlik qilaylik. Chunki Mhm.
hamma narsa nima deydi, ixtisoslashsangiz yaxshi deb borgan sari, ya'ni biz shu AI o'ziga R&D yechimlariga ixtisoslashyapmiz va ana o'sha nima deydi, siz biznesingiz davomida mana bu muammolar desangiz, man aytardim buni bu AI bilan yechsa bo'ladi, bu bilan yechsa bo'ladi deb ketaverardim. O'sha siz aytgan narsada Yandex kabida Yandex featurelarini olib, endi o'shani telefonga ozgina ovozli tushuntirishimiz kerak. Atrofingizda shunaqa shunaqa anaqalar bor, shular tavsiya qilinadi degandek. Aslida yana ham chuqurroq ketsangiz, matching algoritmi zo'r bo'lsa-da, o'zingiz aytsangiz bo'ladi, tanlagani ham bu yo'l qo'ymasdan mana shunga boring degandek. Ya'ni odamlarga yana ham yengillik. Masalan, yosh kattalar nima edi deb gaplashib, vaqt sarflab o'tirishmaydida. Tushunarli. Judayam Personalization, haqiqatan AIdagi. qiziq. AIdagi personalization deyiladi bu narsa. Chunki biz platformani boshlaganda birinchi etaplarida AI qo'shmagan edik. Hozir AIni qo'shganimizdan keyin haqiqatan ideyalar ham ancha kelar ekan. Biz shu klinika bilan judayam bu narsa bu borada yaxshi ishlaymiz. U yerga borib, o'rganib, vrachlar bilan muammolarini o'rganib, bu narsani qiziqamiz, qanaqa ishlayapti. Demak, o'sha registraturani o'zida turamiz, vrachlar qanaqa ishlatyapti. Yana bir muammo emas, bu nima deydi, vrachlarni bilasiz, vaqtlari asosan yozuv bilan o'tib ketadi-da. Ko'pincha patsiyentlar keldi va u patsiyentga diagnozini masalan qo'ygandan keyin uni yozuv qismi juda ham ko'p vaqt oladi, ayniqsa diagnostikada. Biz shuni ko'rdikki, bir patsiyentni chiqarib yuborish uchun, masalan, diagnostika ko'rish uchun 15 minut vaqt ketsa, yana 15 minut uni nima deydi, kasallik tarixini yozish bilan ketyapti bu narsa. Yozdi chizdi ko'p bo'lar ekan va mana shu yerda ham AIni yordami katta bo'lyapti. Demak, biz shunaqangi komponentlar qo'shdikki, masalan, vrach tashxisini, masalan, diagnostikasini aytaylik, o'zida masalan ko'rdi patsiyentni, aytaylik, jigarini ko'rdi. Jigarini ko'rgandan keyin va mana shu jigardagi masalan nuqsoni bo'ladimi yoki boshqa bir nima deydi, diagnostikasini eng asosiy eng asosiy qismlarini yozadigan bo'lsa, AI yordamida mana shu shablon ham hozir yo'lga qo'yildi. Demak, yozib bo'lgandan keyin mana shu shablon yaratish knopkasini bosgandan keyin umumiy mana shu patsiyent haqida shablon yaratilar ekan. Bu juda ham qulay deb o'ylayman, chunki yordamchi yozuvchi yozishda sizga yordam bera oladi. Ya'ni siz juda ham yozasiz, ularni bog'lab qo'yish qiladi, keyin doktor to'g'ri noto'g'riligini to'g'rilab qo'yadi oxirida. Shu bilan tezlashdi. Shunaqa. Juda ham bu narsa haqiqatan tezlashdi va yozuv qismida ham masalan hozir agar voice to text agar oladigan bo'lsak, bu qismi ham juda ham qulay keldi ularga. Masalan, vrachlar bilamiz, yoshi katta vrachlar ko'plari yozishni muammolari bor. Ham bu yerdan patsiyentni ko'rishlari kerak, ham bu yerda o'tirib yozishlari kerak. Bu qismda masalan rekordni agar bosib qo'yadigan bo'lishsa, ular aytilayotgan so'zlarini bu matn ko'rinishida masalan yozib beradigan qismlarini ham qo'ydik. Va mana shu qismlarida ham yana nima deb o'ylaysiz? Qanchalik yana biz bu narsalarni
takomillashtirishimiz mumkin deb o'ylaysiz? Hmm. Hop, hozir siz yozish haqida aytyapsiz-da, to'g'rimi? Ya'ni AI assistant. Yozish haqida aytyapman va Yes mana haqida. shu doktorlar ishlatadigan shablonlari va patsientlar mana shu shablonlarni nima deydi, tez olish kerak bo'lgan joylari bor, masalan. Va mana shu patsientlar mana shu datalarga, o'zini haqidagi informatsiyalarga nima deydi, secure qilib olishlari kerakda. Bu Xavfsiz. narsalar xavfsiz bo'lishi kerak. Tushundim. Ya'ni Shu o'zimiz tizim LLM, bilan ChatGPT API ishlatmaylikda, o'zimizda ana o'sha kompaniyangiz nomi qanaqa edi? Nom bizni kompaniyani nomi Online Med. Ya'ni o'sha onlayn kompaniyani metni, nomi. onlayn metni o'zini o'sha LLM Mhm, agenti bo'lishi kerak. mhm, O'shanda sizni ma'lumotlaringiz chiqib ketmaydi tashqariga, OpenAIga, boshqaga. Shu xavfsizlik tomoni bo'lishi mumkin. Bir. Ikki, mhm, haligi to'g'rilik. Ya'ni AI taqdim qilganda mhm, bir tekshiryapti-yu, lekin e, dangasalik qilishadi-da baribir. Ya'ni mhm. AI yozib bersa, tekshirmasdan ham bosib yuborishi mumkin-ku. Ya'ni bu Ha, to'g'ri ekan deb turib. Ana shuning uchun AIni ozgina tadqiqot qilish kerak. Ya'ni benchmarking, evaluation qilish kerak. To'g'ri qilyaptimi degan narsani. Mana shu narsa muhim. Ko'p joyda yetishmas ekan. Biz masalan o'sha vakil AI ish qilgan paytimizda ham o'sha xalqimiz uchun chiqarib beraylik deb o'sha huquqiy assistent yordam beradi. Tadqiqot mhm, qilib qanchalik to'g'ri ishlayapti aniqladikda. Bu narsa oson emasda, ozgina o'sha injiniring qilib to'g'irlash kerak. Ana mhm, o'sha tomonni qilsangiz va keyin undan keyin rivojlantirib boraverish kerak, ya'ni aniqlikni oshirish uchun. Avval qanchalik aniqligi ishlayapti topish kerak, keyin uni oshirish uchun rivojlantirish kerak. Shu men aytgan narsam. Keyin yana bitta qo'shimcha, aytaylikchi. eshitaman. Yo'q, yo'q. Sizni eshitaman. Aha. Tushundim. Boya yana bitta qo'shimcha, sizda haligi holat bormi? Qayta telefon qilish. Masalan, kimdir bog'lana olmadi, boshqa qila olmadi yoki masalan mana bu vaqtda menga eslatib qo'yiladida, buni doktor aytadimi, mijoz aytadimi, AI telefon qilishi mumkin o'sha vaqtda. Aha. Oldindan yozib qo'ysa bo'ladida, qayta telefon qilinglar degandek. Mhm, mhm. Bu qism bizda hali yo'q, telefon qilib qo'yadigan qismi, lekin tekst xabar Hmm. berib qo'yadi. Hmm. Agar telefon qiladigan bo'lsa, undan ham yaxshi. Hmm. Haqiqatdan ovozli bo'lib, Masalan, xuddi klinikani nomidan kimdir chiqib, sizni kelishingizga bir kun qoldi yoki ikki shunaqa marta eslatadi. bo'ladigan bo'lsa, o'sha kuni yarim soatda yoki kelasizmi, ha, yo'q degan Xuddi shunaqa. qismlarni qilib qo'ysak ham juda ham yaxshi Chunki bo'lardi. ko'pchilikni esdan chiqadi, boshqa bo'ladi. Masalan, biz doimiy eslatamiz-ku, bugun kelishuvimizga ko'ra bugun bunaqa qilishimiz kerak edi deymiz. Nega? Esdan chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Va uni AI bilan Shunaqa, hal qilib qo'ysa bo'ladi. shunaqa. Uh, Zo'r, zo'r. Shu. Va mana bu doktorlarni holatida zo'r ish qildi LLMda. Faqat o'shani o'zbek tiliga yaxshilashimiz kerak. Chunki hali ham juda zo'r emasda, o'sha Yandexdagi Alisani ham ishlatib ko'rdik. Baribir Mhm, ishlov berish kerak. Ya'ni lekin sizdagi ustun tomon, siz o'sha meditsinani o'ziga e'tibor qaratib, ana o'shani o'ziga maxsus modellarni faqat o'sha meditsinadagi terminologiyalar bilan ishlaydigan qilib qo'ysangiz, o'sha ancha soddalashadi-da, ya'ni ko'p narsani o'rganishi shart emas. O'sha mhm, to speech qiladigan modellar. mhm. Tushundim. Teskarisi, estetisi. Mhm, Yana manimcha sizdagi eng zo'r narsa haligi narsani qo'shish derdim. Boya o'tib ketib qoldik. Recommendation algoritm. Recommendation algoritm hozir masalan Yandexdan qaysidir ma'noda qilyapti-da o'sha narsani. Ya'ni taksilarni bahosi boshqalarini qo'shib turib, siz bizga taqdim qilyapti-ku. Ya'ni mhm. man o'ylayman hamma yaqin atrofdagi taksini ko'rsatmayapti Yandex. Qanaqadir rekomendatsiya algoritm ishlatgan bo'lishi mumkin.
masalan kimdir tabi nozik mijoz bo'lsa, unga ana o'sha yaxshi xizmat ko'rsatadigan, kechroq kelsa ham yaxshiroq xizmat ko'rsatadigan taksini qilayotgandir. Kimdir shoshib yuradigan bo'lsa, uni o'sha tarixidan o'rganib olib turib, unga tez keladigan, masalan eski mashina bo'lsa ham tez keladigan Hmm. qo'yayotgandir. Mhm. Ya'ni o'sha personalization orqali rekomend qilib berish. Ya'ni matchmaking qilib berishda. Mana shu tomonlama zo'r qilsa bo'ladi. Ya'ni e, ba'zi mijozdagi o'sha arzonroq shifoxonada kerakdirda. O'shadan o'rganib olib turib, to'g'irlasa bo'ladi. Mhm. Agar yana bitta fikr kelib qoldi hozir siz bilan gaplashib, o'sha man beradigan narsada shuda, endi nima deydi, qiziq bo'lganini olasiz. Qiziq, qiziq Yordam gap shu. kerak bo'lsa, o'sha realizatsiya qilishda biz oxirigacha yordam beramiz, agar yordam kerak bo'lsa. Mhm. Kelib qolgan narsa, masalan, ana o'sha poliklinikalardagi yozilgan dorilarni, boshqalarni ko'tarib yurmasin, ana bu odamlarimiz. Xohlagan aptekaga borishsa, masalan, sizni onlayn med degan tizimingizga ulangan, subscribe qilgan bo'lsin, u aptekada borib turib ism familiyasini aytsa, o'zi chiqsin. Doktor yozgan narsalar. Masalan, chunki biletlarimiz shunaqa-yu, man bilet ko'tarib yurmayman, pasportimni beraman, o'zi Mhm. bilishadi. Demak, mana shu ekan. Mhm. Bu Mhm. narsa yana bitta narsani yo'lga qo'yadi. Haligi yozgan dorini yozgan mijozlarda, doktorlarda yoki dorini sotgan aptekada mas'uliyatni yuklaydi. Chunki juda ko'p ko'rganmizda, biz odamimizga yoki otamizga dori olsak, ba'zida noto'g'ri dorini berib yuborishadi aptekadagilar. Mhm. Berib yuborishadi. Mhm. Buni bilmasdan, yaxshiyamki mani onam hamshirada, bilmasdan iste'mol qilib yuborsak nima bo'ladi? Shu xatolarni oldini olishimiz uchun ham mana shuni qilsangiz, ya'ni xalqimizni og- og'irini yengil qilgan bo'lardingizda, shu tomonlama. Shunaqa. Bizda hozir bu qismda ish olib borganmiz, lekin AIni hali integratsiya qilmaganmiz aptekalar bilan. Hmm. Lekin vrachlarni o'zlari 15 10 mingdan oshiq bir bazada dorilar bor. Ha. A, O'zlari tanlashi mumkin Mhm. mana shu Mhm. dorilarni. Vrachlar shu rekomendatsiya qilayotganda, demak siz aytgandek o'sha qo'lda yozish Ha. kamroq bo'lsa, xatoliklar kamroq bo'ladi. Chunki haqiqatdan Ha. vrachlarni yozuvini bilamizku qanaqa. Qo'lda yozadigan bo'lishsa Ha. tushunarsizroq bo'ladi ko'p holatlarda. Va bitta Shunga aptekaga bog'lanib ham qolmaydi. Ya'ni hozirgi shunaqa yuritilgan aptekalar bilan ishlash anaqasi ham yo'qolardi. Xohlaganiga borib ol. shunaqa Hmm. Э, э, bu qismda yana AIni ham qo'shgan bir qismimiz borki, endi esimga keldi. Hmm. Bu yerda mana bu vrach tashxis qo'yadi. Hmm. Aytaylik, terapevt tashxis qo'ygandan keyin, terapevt masalan tashxis qo'ydi, laboratoriyaga kirib chiqdi Hmm. va mana shu patsient haqida bir papkaga informatsiya yig'ildi. Hmm. Aa, Endi oxirida baribir terapevt bu patsientga o'sha diagnozlarni ko'rib chiqqandan keyin laboratoriya tashxisini bo'ladimi yoki UZDdagi Hmm. tashxisini bo'ladimi ko'rib chiqqandan keyin terapevt yoki dori yozish kerak yoki qanaqadir muolaja qilish Hmm. kerak. Hmm. Agar dori yozadigan bo'lsa, mana shu tashxislarni ko'rib chiqadi. To'g'rimi? Bu ham vaqt oladi. Hmm. Lekin AIni ular hozir biz qo'ydik. Mana shu tashxislarni o'rganib chiqib, выпискаlar o'rganib chiqqandan keyin Hmm. bu patsientga qaysi dori to'g'ri keladi. Demak, sostavini aytadi. Hmm. Buni mana shu brendni aytmaydi, mana shu brenddan olasiz demaydi, lekin Hmm. o'shani sostavi qaysi biri to'g'ri keladi, Hmm. vrachga rekomendatsiya beradi. Yana bir narsani eslatib qo'yaman, hozir masalan ko'rishayotganda, hozir AI noto'g'ri narsa bersachi degan narsa bo'lishi mumkin. Gallyutsinatsiya baribir bo'ladi AIda. Bu yordamchi. Bu vrachlarga bu har doim o'sha yordamchi. Haqiqatdan ko'radi. Masalan, ko'rib turib, haqiqatdan o'sha vrachni o'zi yozadigan
doriga to'g'ri kelyaptimi yo'qmi. Bu Ha. agar to'g'ri keladigan bo'lsa, vrachni o'zi ham ko'ngli xotirjam bo'ladi. Chunki Hmm. baribir biz bu narsani qilishdan oldin qanchalik rivojlangan meditsina sohasida bu Hmm. narsalarni biz o'sha Va gallyutsinatsiya qilmaydigan AIlar ham bor bunga. Ya'ni masalan LLMlar shuna gallyutsinatsiya qiladi va ularga anaqa qilmaslik kerak. Ya'ni biz hech qachon ishonmaymiz. Siz alohida kod yozib qo'ysangiz bo'ladi. Ana o'sha masalan naive Bayes degan algoritm bor. Siz o'sha mijozni anaqa kasalliklarni qo'shib qo'shib boraversangiz, u borgan sari o'sha Bayesian probability bilan mana bu dori mos kelsa kerak. Bu mana bu dori emas, siz aytgandek mana bu tarkibi bor nima deydi malham qanaqadir endi brendini keyin chiqaradi. Shu ya'ni buni boshqa AI algoritmlar bor, ya'ni faqatgina ko'pchilik hozir o'sha LLM ChatGPTni tushunib qolishgan AI deganda. Uh, lekin hamma narsaga unaqa og'ir narsa kerak emas, ular aksincha qimmat ham tushib ketadi. Ya'ni siz har bitta resursga u katta modellarni chaqiraversangiz, ya'ni AIda boshqa algoritmni ko'p, boya ham aytdik-ku, constraint satisfaction problem. Bitta yozib qo'ysangiz u ishlayveradi, ya'ni umuman AI emas, u shunchaki algoritm. Lekin uzr, AI emas debman, LLM model emas, ChatGPT emas, lekin AI algoritm zo'r ishlaydi yozib qo'ysangiz. Man aytgan bo'lardim, buni mijozlarga ham qilib bersa bo'ladi. Ya'ni siz aytgandagi uzr, mijoz debman, doktorlarga. Ya'ni Koreyada o'shani ishlatishadi. Man borganim paytim doktorda bandagi simptomlarni kiritadi. Man ko'rib turaman kompyuterga, kompyuter dori chiqadi. Mana bu dori. Ya'ni o'zi hayron qolaman, doktorlar ishlaydimi yo'qmi deydi. Ya'ni u simptomlarimni so'raydi, mana bu bor kiritadi, dori chiqadi, printni bosadi, qog'oz chiqdi, doktorxonaga boraman. Bilmadim, o'zini shunaqa tizimlari bor. Ya'ni va men o'ylardim bu o'sha oddiy anaqa bilan qilingan, oddiy AI bilan, LLM bilan emas. Shunaqa. Bu haqiqatan mana shu bizdagi endi mutaxassisimiz mana shu endi bizda 6 ta mutaxassis bo'lsa, ulardan bittasi shu AI mutaxassisi hisoblanadilar. Agar haqiqatan sizlarda mana shunaqangi xizmatlar bo'lsa, ham malakalarni oshirib, ham nima deydi, mana shu servislarni sizlardan olib, baribir 2ta, 3ta, 4ta odam bo'lsa, bu yaxshiroq, nima deydi, решение yaxshiroq chiqadi deb o'ylayman. Shunga mana shu qismlarda ishlasak bo'lar ekan birga. Bizda shu xizmatlar ham bor, ya'ni malakani oshirib beramiz, chunki AI yangi soha, biz bilamiz o'sha, va ko'p jamoa bo'lishi kerak. Ya'ni ko'p jamoa degan sababi fikr almashadida bir-biri bilan. Biz o'sha Habibiyda beradigan narsa ham asosiysi shu aslida. Ya'ni bitta AI injenyeri bir yilga ishlatib qilinadigan ishni biz bir oyda qilib beramiz. Nega? Chunki bizda jamoa bor va hamma kuchli bo'lgan tomonini qiladida. Ya'ni bitta AI injener hamma ishni qilmaydi AIdagi. Bizda hamma mutaxassislashib ketganmiz. O'sha nima deydi, hammani o'zi kuchli jabhasini, iqtidoriga qarab turib mutaxassislashtirib tashlaganmiz. AIni ichida, ya'ni hamma AI injener, lekin o'zini mutaxassisligi bor. Shuning uchun juda yaxshi bo'ladi va biz buni xohlaymiz. Biz Humblebeedagi o'sha 2ta missiyamiz bor. Birinchisi ana o'sha AIni demokratik qilib hammaga yetkazib berish. Ya'ni shunaqa, nega desangiz, mana o'sha hozir qancha muammolarni yechib tashlabsiz, qarang, bitta joy olib qo'yish bilan, Telegram bot bilan. Endi AI qo'shaversak, o'sha qancha odamlarni og'iri yengil bo'lib ketaveradida. Ana shuning uchun, lekin biz uni o'zimiz qila olmaymiz. Biz qo'limizdan keladigan narsa ana o'sha bozordagi eng zo'r AIni borib turib, ana o'sha tashkilotlarga, kompaniya, startaplarga yordam berish, foydalanish uchun. Customized, ya'ni moslangan AI yechimlar bilan. Ikkinchi ishimiz ana o'sha elit darajadagi kadrlarni tayyorlash. Menimcha hozir sizga ikkovi ham kerak ekan, biz bera olamiz. Ana shu kadrlar elit darajada bo'lmasa, masalan AIda shunaqada, qanaqa desa bo'ladi, bitta kasallikni aniqlash mumkin. 99% ehtimolli bilan AI model aniqlab berishi mumkin. Lekin haligi AI injener endi yoshdir, tajribasi kamdir, nima qiladi?
masalan 80% aniqlik bilan aniqlab beradi. Mhm. Haligi Mhm. qancha odam halok bo'lyapti-da endi buni Mhm. anaqasi. Mhm. Mhm. Ya'ni AIga ta'siri katta demoqchiman, o'sha sifatli. Shunaqa, Shu shunaqa. yana bitta misol kelib qoldi. Masalan, O'zbekistondagi bitta kompaniyaga biz qilib berganmiz. Ana o'sha magazinda turgan loyiha turgan mahsulotlarni rasmga oladi. Ana o'sha Mhm. olib borib beradigan dastavщикlar deymizmi, ejentlar deymizmi? Olib Mhm. turib, mana shuncha mahsulot qo'yib qo'ydim mana bu joyga deydi. Shunga qarab turib oylik oladi. Ya'ni Mhm. bitta mahsulot qo'ygan bo'lsa, shunga qarab turib oyligi chiqadi. Endi qarab turing, haligini biz 80% aniqlikda qilib qo'ysak, oyligi xato chiqadi-ku, to'g'rimi? Ya'ni To'g'ri, to'g'ri, lekin boshlig'iga o'sha yaxshi, chunki u boshlig'i borib turib nechta qildi deb turib yana bitta odamni ishchi qo'yish kerak-ku tekshirib yurish uchun. Undan ko'ra to'g'ri. ishonib qo'yamiz, shunga qarab turib oylik oladi desa, agar AI algoritm yaxshi bo'lmasa, anchagina adolatsizlik bo'lib qoladida. Ya'ni To'g'ri. adolatsizlikni oldini olish uchun ham zo'r AI ishlatishimiz kerak. Shunaqa, shunaqa va mana shu darajasini ham ko'tarishda, a, unda ham qaysi darajagacha ko'tarish kerak? Masalan, 100% qilib ham, masalan, ancha-muncha javoblarni olib tashlashi mumkin yoki Hmm. haqiqatdan 80% gacha tushirib qo'ysangiz, Ha. a, xatoliklar berib yuborishi mumkin. Shunga, ayniqsa mana bu patsientlar bilan, vrachlar bilan ham biz gaplashganimizda, ularga aytyapman, hozir endi shunaqangi zamon keldi, ko'proq data yig'ish, demak, patsientlarni ham informatsiyalarini ko'proq, qanchalik ko'proq agar yig'adigan bo'lsak, Hmm. o'shanchalik aniqlik bilan ularga tashxis qo'yish mumkin deb aytdim. Man o'zim mana Kanadada bir necha yillardan beri farzandlarim, oilam bilan a, yashayman. U yerda mana doktorga boradigan bo'lsak, a, mani O'zbekistondan tug'ilgandan beri bo'lgan hamma informatsiyalarni ularga berganman, taqdim qilganman. Demak, meditsinaga oid. Farzandlarimniki ham xuddi shunaqa tug'ilgandan beri va Hmm. ular qo'shimcha informatsiyalar ham yozishadi. Demak, ota-onamni aaa, qaysi kasallik bilan kasallanganligigacha bor. Chunki bu o'sha DNK urinda ta'sir qilishi mumkin. Ularda qancha informatsiya ko'proq bo'lsa, menga tashxis qo'yishlari shunchalik to'g'riroq bo'ladida, Hmm. aniqroq bo'ladi. Shunga agar mana shu aytaylik, bizda bir patsientni mana shunaqangi yillar davomidagi aytaylik o'sha diagnozi, uzida diagnozi bo'ladimi, laboratoriyaga borgan bo'ladimi, orada terapevtga borgan bo'ladimi, hammasini agar yig'iladigan bo'lsa, mana shu informatsiyalarni AI olib turib, aniqroq menga qaysi dori to'g'ri keladi, Hmm. qaysi dori to'g'ri kelmaydi. Bizani hozir meditsinada ham mana fatalniy nima deydi, narsalar bo'ladi. Chunki noto'g'ri dori bilan ham odamni hayotini hal qilish mumkin-da. Bu yerda o'sha informatsiyalardan kelib chiqadigan bo'lsa, qaysi sostavli dori menga to'g'ri keladi yoki qaysi yo'nalishda man davolanadigan bo'lsam, yaxshiroq bo'ladi menga. Chunki har bitta odamni o'zini organizmi har xil bo'ladi. Shunda judayam qulay bo'ladi deb Agar o'ylayman. o'sha ekosistemani qilib mijozlarni va kasalxonalardagi vrachlarni bog'lay olsangiz, haqiqatda o'sha xatoliklarni ham oldini olib tashlasa bo'ladida, anchagina. Chunki kadr ham yetishmaydida, siz o'sha muammoni ham yechib berasizda. Ya'ni kadr yetishmayapti, shuni hisobiga ham sal sifati pastroq bo'lgan kadrlar endi qiynab qo'yyaptida odamlarimizni, o'sha noto'g'ri tashxis qo'yib turib. Shularda masalan AI anaqa berish kerakda, ogohlantirish, bu to'g'ri kelmayapti deb degan narsani bersa, haligi odam balki boshqa doktorga ham borardi. Biz shunaqa qilganmiz. Masalan, Mhm. kasal bo'lgan tanishlarimiz 3 ta doktorga boradi. 3 xil tashxis qo'ydi. Haligi keyin Hmm. bittasinikini qilmaydida, qanaqqasiga Hmm. bo'ladi deydi. Shuning uchun juda zo'r va man xursand bo'lardim birga biz o'sha sizlarga AI, ya'ni
AI orqali bozordagi eng maksimum edge'ni ta'minlab bera olsak. Chunki shunda уже tezlab ketasizlarda, ya'ni bu narxlarni tushiradi, sifatlarni oshiradi. Aytdik-ku boya, ya'ni AI qancha ozgina yaxshiroq bo'lsa ham ketaveradi deb turib bunaqasi deb. Mhm. Va buni o'zingiz ham ko'ribsiz, ya'ni agar juda aniq qilaman desangiz foydasi kamayib ketib qoladi, ya'ni kamroq odamga xizmat ko'rsatib qoladi. Ana o'shani to'g'irlaymiz birgalikda, anaqasini, ikkala tomonni. Shunaqa. Man to'g'risi juda ham xursand bo'ldim bu videolaringiz, YouTube'ga qo'ygan videolaringiz, Instagramga qo'ygan videolaringiz, komandangiz haqida man ko'rib chiqdim. Hozirgi bizni sharoitda AIni biladigan mutaxassislar haqiqatan juda ham kerakli biz uchun. Har bitta sohada, faqat meditsina sohasida emas, bu har bitta sohaga kirib boradi. Bu deb o'ylayman, hozir ham kirib boryapti. Mutaxassislar juda ham biz uchun hozir kerak bo'ladi deb o'ylayman. Bizni shu bitta AI mutaxassisimiz ancha muncha savollarga hozir yechim qildi. Endi o'ylayapman, agar sizlar bilan ishlaydigan bo'lsak, bu undan ham Mutaxassis kamda tezroq aslida. maqsadga. Aslida u kam, lekin bozorda yo'q boshqa. Bitta bilan Aha, katta nagruzka tashlayapsiz bitta mutaxassisga. shunaqa. Agar ko'proq Bu bo'ladigan bo'lsa, bu natijalarga tezroq erishish mumkin. xuddi shunaqa. Va ana bu narsa bor. Bozor bu hozir O'zbekistonda ko'pchilik shunaqa deyapti, lekin butun dunyoda sifatli AI kadrlar yo'q. Buni bizni ana o'sha mijozlarimiz o'zlari aytishgan. Ya'ni Angliyada mijozlarimiz bor, Germaniyada mijozlarimiz bor, Amerikada, Avstraliyada. O'sha mijozlar ham, ya'ni butun dunyoda muammo. Hmm. Sifatli AI xizmatlari. Biz O'zbekistonga kelganimiz sababi ana o'sha xalqimiz uchun, ya'ni qarzimiz bor. Man o'sha xalq puliga o'zim byudjetda o'qiganman Toshkent axborot texnologiya universitetida. Bu bir, ikki, bizni yoshlarimiz, boya aytdik-ku, biz ikkita ish qilamiz deb. Yoshlarimiz Koreyaga borishyapti-da, universitetga pul to'lab yurishibdi-da. Lekin ularni o'zimiz Hmm. qilyapmiz. Ya'ni Humblebee AI sohasida, boshqa sohani biz hali bilmaymiz. AI sohasida har qanaqa universitetdan ko'ra yaxshi ta'lim va tez ta'lim beryapmiz. Hands-on learning Hmm. shogirdlik orqali. Masalan, 20 ta 30 ta talabaga emas, bitta ustozi maksimum 6 ta shogirdi bo'ladi. Shuni Hmm. hisobiga, ya'ni biz qilayotgan yechim asli global problema, muammo, lekin biz O'zbekistonda o'sha xalqimiz uchun va kadrlarimiz Koreyaga borib, u yerda qiynalib yurishmasin deb, shu yer o'zida Hmm. bizlarni tayyorlab qo'yamiz deb turib kirib kelyapmizda hozir O'zbekistonga. Judayam to'g'ri o'ylayapsiz, chunki man o'zim mana boshida aytdim, ekonomika sohasida o'qiganman, lekin meditsina, e, finans sohasida ishlab, keyin meditsinaga o'tdim Hmm. va IT sohasi judayam bu keyingi rivojlanish uchun, keyingi o'zimni uchun ham va kasbim uchun ham kerakligini bilib, man o'zim xuddi shunaqa IT bootcampda o'qiganman, onlayn o'qiganman, Hmm. shu automation testing bo'yicha. Hmm. Va shu 1 yilga qolmasdan shu mutaxassis bo'lib yetishib chiqqanman va o'sha Kanadadagi katta IT kompaniyalarda o'zim ishladim. Bir yilda Mana shu o'sha mutaxassisga aylanib turib, kompaniya, ha, firmalarda ishladingiz keyin. QA leadgacha ham borib ishladim. Aytmoqchiman, haqiqatdan man o'zimdan o'tgan narsa bu, boshqa sohada bo'lsa ham, lekin tez orada mana shu mutaxassislikka o'tib, onlayn o'tib, Amerikan kompaniyasida o'qiganman. Hmm. Haqiqatdan bu narsa, man o'zim ham ishonmaganman. 1 yilda shunaqangi mutaxassis bo'lib, Hmm. IT sohasida ishlaymanmi deb Hmm. o'ylaganman, lekin haqiqatdan shunaqa bo'lib chiqqan. Man shunga ko'p hozir Ya'ni bolalarga, yoshlarga ko'rilib. aytaman, Hmm. o'qish kerak. Xuddi shunaqa o'qish kerak. Hozir ayniqsa bu AI chiqqandan keyin bu narsa yana ham tezlashib ketdi. Hmm. Vaqtni yo'qotmasdan, vaqtdan unumli foydalanib,
sizlar hozir sizlarda opit bor, nima qayerda ishlaydi, qayerga qanaqangi texnologiya kerak, tools kerak, qanaqangi nimani qaysi tilni olish kerak, hamma уже sizlarda bor bu narsa. Eng oson Bozordagi yo'l talab. bilan olib borib qo'yasizlar. Bozorda nima kerakligini bilamiz, ya'ni butun bozorni Shunaqa. bilamiz. AI bozorini. Shunaqa. Butun bozorini bilasizlar. Shunga man ham maslahat bergan bo'lardim yoshlarga va umuman o'zini ustida ishlaydigan kadrlarga AIni o'rganib qo'yish kerak. Хотя бы prompt engineeringni o'rganib qo'yish kerak. Bu любой sohada kerak bo'ladi. Masalan, balki keyinchalik biz ham doktorlarga tavsiya qilarmiz, o'sha o'zini ustida ishlash uchun doktorlar o'zi prompt engineeringni agar biladigan bo'lsa, shu o'ziga kerakli bo'lgan informatsiyani AI orqali oladi yoki tashxis qo'yishda ham bu narsa kerak bo'ladida ularga. Bu shunga bu bir nechta kurslar ochsangiz bo'lar ekan kelajakda ham IT ni mukammal o'rganish va prompt engineering bo'yicha ham bir qisqa kurslar ham ochiladigan bo'lsa, bu hamma sohadagilarga bu kerak bo'ladi deb o'ylayman. Yaxshi ko'rsatma berdingiz. O'sha narsani biz o'ylamay aytgandik. Ya'ni hozir siz bilan gaplashib o'ylab qoldim. Haqiqatda ya'ni biz juda texnik o'rgatganmizda hozirgacha. Boshqalarga ham moslab turib o'sha texnik bo'lmagan, masalan, doktorlarga prompt engineering kerak deyapsiz, shunaqa sal texnik darajasi pastroq, nima deydi, yumshoqroq qilib turib kurslar qilishimiz kerak ekan. Chunki haqiqatda bizga kerak. Mana shu narsalar bilan biz ilg'orlab keta olamiz butun jamiyat, o'zbek jamiyati. Rahmat Rustam aka, juda yaxshi nima deydi, ruhlanish berdingiz yoshlarimiz uchun ham. Buni hali videoni ko'rishadi. Juda xursand bo'ldim siz bilan va umid qilaman yana davom etamiz. Biz bu anaqadan keyin, bu birinchi ko'rishdan keyin xursand bo'ldim Rustam aka. Hozir xayrlashamiz anaqalar bilan, tomoshabinlarimiz bilan. Rahmat hammaga, sizga ham kattakon rahmat. Ishinglarga rivoj tilayman va birgalashib, kollaboratsiya qilib, qo'limizdan kelganicha nima deydi, biz ham elga, xalqqa xizmat qilish nasib qilsin. Rahmat sizlarga. Rahmat Rustam aka, rahmat.